Allo. Onajonisi qalaysan, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Lamberdajonsi? Menga qara, hozir uyga mehmon kelishadigan bo'lib turibdi. Mehmon keladimi? Akam kelayotgan ekanlar. Akajon? Yaxshi. Uydagi kamchiliklarga o'zing bir qarab qo'ygin, bo'ptimi? Haligi agar bu narsa yetmayotgan bo'lsa, pastdagi magazinga tushib olsang ham bo'ladi. Pul tortmada turibdi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'pti. Bo'pti, xo'p. Xo'p, ehtiyot bo'ling. Yana mehmon. Aka, keling. Xush kelibsiz aka. Nani? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Tuzumisiz, charchamayapsizlarmi? Yaxshi keldinglar? Onasi, yaxshimisizlar? Kelin tuzumisiz? Hech narsa olib olib kelayman. Rahmat. Kiring ichkari akajon, hozir choypoyga qarayman. Aka. Bir kunda 10 mahal ovqat qilamanmi? Buni qarindosh urug'i ko'p bo'lsa. Aka. Aka. Tinchlik, xotirjamlik, salomatlik bo'lsin. Hammamizdan ishimizdan omatimizdan bersin. Allohu akbar. Onasi? Bo'ldi aka, hozir 1 daqiqa. Onasi? Onasi menga qara. Bu narsa pishirdingmi ovqat? Ha, moshkichiri kechagidan qolgan moshkichiri bor edi. Shuni olib qo'ya qoldim. Ovqat qilmadingmi? Adasi, ovqat yaxshi yomoni bo'ladimi? Nima qilib moshkichiri ham ovqat-ku? Men senga telefon qilib aytdim-ku, tayyorgarligingni ko'rgan. Mana ovqat tayyor qo'ydim, hozir olib kiraman. Kerak emas, olib kirma. Akam oldiga moshkichiri olib kiraman, xotin. Ovqat yaxshi yomoni bo'lmaydi-ku, adasi. Bo'pti. Sen hech bo'lmasa bor narsalardan bu narsa qilib turgin. Akamga oldida xijolat bo'lib o'tirman hozir. Men pastga tushib bu narsa olib kelaman. Xijolat. Qara. Bu narsa hech bo'lmasa pishirgan bo'ptimi? Hech bo'lmasa kichkinaroq bo'lsa ham narsa pishirib turgin. Bir kunda 10 mahal ovqat qilaman, nima? Labiyadajonsi? Onasi, qalaysan? Charchamayapsanmi? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, men ham yaxshiman, rahmat. Haligi bir narsani aytish uchun telefon qilyotgandim. Xullas, bugun uyga mehmon keladi. Akam. Kechgami? Uyda biror narsa yetishmovchilik bo'lsa, o'zing shu pastdagi magazinga tushib, bu narsalarni olib turavergan. Tortmada pul bor, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bo'pti, xo'p, mayli. U yana mehmon o'zi shu yetishmay turadi. Ko'ramiz endi xotin. Bir ta'ziringni yegan. Obedga qilgan ovqatim bor edi. O'sha bo'ladi. Nima hadeb ovqat qiluramanmi? O'zim bitta musturlar yig'ilib yotibdi. Berib turib, o'zlariga tashab keladilar bor. Keling aka, marhamat. Bismillah. Yaxshi kelibsiz. Yaxshi, sizni yo'lda ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi aka. Hattan ishdan kelyaptimi-siz? Ha, yaxshi ham bozorga kirib qo'ymayapsiz aka. Uyda hamma narsa bor edi. Ha, onasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan singlim? Yaxshimisiz? Tayyormi? Akam keldi dedim-ku senga. Ha, kiringlar. Aka, uyga o'tamiz. Onasi, kurtkani yechib olgin, men uyga bitta ana qilib chiqay. Tinchlikmi o'zi, Muhammadjon? Xotin, men akamni ajratishingni bilardim. Tayyorgarlik ko'rmabsan? Battar bo'l endi. Ana endi bir ta'ziringni yegin, bundan battari bo'lmaydi senga. Ko'rasan. Ha, aka keling. Xo'p, mayli, anaqa. Aka to'rga o'tiramiz. Ya, to'rga o'tiramiz aka. Keling. Qani?
o'tiring. Bismillah. Ilohi omin aka. Ilohi omin. Tinchlik, sog'lik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Aqlchiligingizga ko'z tegmasin. Ilohi omin. Shu hamisha qo'sha qarib, vali-juvali bo'lib, Amin. o'zingizlardan tinib tinchliklar bo'ldi menga. Ilohi omin. Insof ham berilsin. Amin. Allohu Amin. akbar. Amin. Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Xavotir olmang, tinchlik aka. Tinchlikmi? Ha, hammasi tinchlik. Joyidamiz. Endi o'zimiz bir maza qilib o'tiramiz dedim-da, erkaklar aka. Men ham bir o'zim bo'lsam, charchayman, zerikaman. Sizni sog'indim aka. Hozir bir daqiqa. Onasi! Onasi, qarab ol. Aka, maza qilib o'tiramiz, hozir ovqat sizib. Men qara, ovqating tayyormi? Akam keladi dedim senga. Tez tayyorlamaysanmi narsalarni? Bor ovqatni olib kel. Ovora bo'lma seni ham. Ya sizni qorningiz to'q bo'lsa, meniki och aka maza qilib va seni juda shirin ovqat pishiradi. Juda shirin ovqat pishirib qo'ygan aka bizga. Dasturxonga qarab boring menga. Menmi? Gapim bor. Ayli, ovqat qilib turing hozir. Aka, men shunday o'tib kelay. Hop. Ha, aka, maza qilib shirin ovqat yeymiz. Seni zo'r ovqat pishirib qo'yadi-da o'zi. Ha? Tinchlik? Nimaga aytmadingiz? Nimani aytmadim? Aka deb. Endi nima qilaman? Hech narsa qilmaganman. Voy, sen jinnimisan? Og'ob, kallang bormisan? Men senga telefon qildim. Bundan 3 soat oldin telefon qilib aytdim. Akam kelyaptilar dedim. Endi men sana aka nima aytdingiz menga? Voy, endi sana aka. Menga qara, endi sana akang, mana akam bo'lib qoldimi? Voy, jinni sana akang bu, mana akam-ku. Mana akam sana akang bo'lsa. Nimaga sen odam ajratyapsan endi? Bo'pti, endi nima qilaman? Ovqat qilmaganman. Yo'q. Gapiring akam. O'zi nimaga sekin gapiramiz? Akam eshitib qoladi. Nima? Deb o'ylaydi, uyatga qolamiz. Ha, yo'q. Voy, yaxshi ish bo'lmabdi lekin Bo'pti, xotin. pul bering. Pastga tushib narsa olib chiqing. Xotin lekin joyiga yurding-da, shu desang bor-ku. Boya mashinada ketayotgandim, mashinam taq qilib buzilib qoldi-da. Cho'nsam, ustiga shunday olib bordim, ustiga ketib qoldi hamma pulim. Uni ustiga tortmada turgan pulim bor-ku, uni ham men olib ketib qolmanda, ani ishxonada tortmaga qo'yib, esimdan chiqib qoldi. Hozir yonimda bir so'm pulim yo'q, to'g'ri tushun. Bo'pti, qarzga olib chiqaman. Nimani qarzga olib chiqasan? Mastava bermayman akamga. Nima deb o'ylaydilar? Qurjoy ham tugagan. Zuru mastava, voy. Mazza yo'q, undan ko'ra mastava ichamiz undan ko'ra. Akajon, hozir bir mazza qilib, o'zimiz shirin ovqat yeymiz. Men qara, mastavani harakatini qilib, qachon pishirding uni? Ustimdan kulyapsizmi? Ovqat aka tanlamaydi. Aka ham ovqat tanlamaydi. Shuning uchun xotin aytdim men senga. Men senga aytdim, "Voy, xotin tayyorgarligini ko'rgin" dedim. O'tirding desam mana shunaqa. Yaxshi ish qilmayapsan, ko'rdingmi? Xullas, akam bilan bir mazza qilib mastava icharkanmiz-da. Qani? Men nima baqirasiz? Nima qilishim kerak? Hozir sen borganda undan ko'ra bayqar qachon pishgan u mastava? Peshinda. Bo'ldi, svejiy, normalniy, hammasi zo'r, chotki. Mastava qo'yamizmi? Bir yilda bir marta kelsalar. Nima qilib? Kim aybi bilan? Tayyor ovqat olib kelmaysizmi Olib shunaqa? kelaman, pulim bo'lmasa. Bor. Tayyorgarligini ko'r. Boraqa, ha. Endi nima qilaman? Ey, aka, bir mazza qilib mastava icharkanmiz. Odam ajratish mana shunaqa bo'ladi. Sana aqling kirsin. Voy, xotin hech bo'lmasa shuncha narsa olib kelmaganingga yarasha qoshiqda olib kelvar. Qoshiqda olib kel, bir mazza qilib ichaylik, qo'lda ichmaymiz-ku. Boraqa, qoshiqda olib kel. Aka. Muhammadjon. Ha, aka. Tinchlikmi o'zi? Ha, ya, tinchlik aka. Endi anchadan beri siz bilan bir dildan suhbat qilmovdim, bir dildan suhbat qilay dedim-da. Mana bu nonni qarang-da. Hidi zo'rda aka. Azina qotib qopti-yu, lekin yesa bo'ladi aka. Qoshiq olib keldingmi? Ber. Rahmat. Aka, siz pishirgan mastava. Bitta mazza qilib yeylik aka. Bismillahirrohmanirrohim. Qani, oling aka, oling. Uzr oldingiz, xijolat Yo'q, xijolat bo'lmadik. Akajon, xudo xolasa bir yaxshi kelasiz. Inshaalloh qilinglar. O'zingiz ehtiyot qiling. Ko'rishinglar, o'tiringlar, bemalol. Xo'p bo'ladi. Hop. aka yana keling boshqa kun. O'tinglar sizlar. Yo'q, o'tamiz, aniq o'tamiz. Ha, 100% o'tamiz aka. Qachonga kuting? Keyingi haftalarga xudo xolasa. Bo'l. Xo'p bo'ladi. Mayli. Aka, jiyanlarni o'pib qo'ying. Salomat bo'ling. Xo'p. Mayli. Charchamang. Kelib turing aka, xo'p. Kelib turing. Quvvatim shu qo'ysa, nima qildim men senga? Tavba qildim. Men senga nima qildim? Nima qilgansiz bu? Nima qildim? Xursandmisiz? To'xta. Menga qara, baxki.
Akang kelganda xijolat bo'ldingmi hozir? Xijolat bo'ldingmi? Gapir. Sen akang kelganda qanaqa xijolat bo'lgan bo'lsang, meni o'zimni akam kelganda ham xuddi mana shunaqa muomala qilganingda men juda katta xijolat bo'ldim, bilasanmi? Sen unaqa odam ajratmagan. Men seni akangni borku o'zimni akamdek yaxshi ko'raman. Sen ham meni oilamni, meni uydagilarimni, hammasini o'zingni akalaringdan, o'zingni oilangdagilardan kam ko'rmagan, tushundingmi? Odam ajratishlik mana shunaqaga olib keladi. Tushundingmi? Men senga ozgina dars bo'lsin deb bu anaqani qildim. Aybimni tushundim. O'ylab ish qilish kerak. Lekinchi Avval Mastabaga gap yo'q. Aka mazza qildilar aka. Bir umrli esda qoldi akani.